Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bugungi videomiz o'sha risk nazorati funksiyasi haqida bo'ladi. Bu risk nazorati funksiyasi G'aznachilik xizmat qo'mitasi tomonidan o'sha E-risk dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan o'sha ish haqini hali xarajatlar amalga oshmasdan oldin tahlil qilib, bu bo'yicha ma'lum bir yo'nalishlar bo'yicha riskni o'sha tashkilotning hisobchilari va rahbarlariga ogohlantirish funksiyasi orqali amalga oshiriladi. Bunda o'sha ma'lum bir yo'nalishlar orqali o'sha siz hisoblayotgan hisoblanmalar hammasi hali kassa rasxodini, ya'ni o'sha pul chiqarib yubormasingizdan oldin sizga ogohlantirish bo'lib keladi, xarajatlar amalga oshirmasingizdan oldin. Bu ogohlantirish bu ko'rinishda keladi hammaga. Shu ID narsalari, summalar ko'rsatiladi va bu yerda nomerlarni ko'rsatiladi. Bevosita tashkilot hisobchilari va o'sha kim o'sha kirgan bo'lsa, tashkilot hisobchisini kabinetidan, rahbarni kabinetidan tanishib chiqishni bosmasdan oldin boshqa amal qila olmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'sha bir nechta risk nimasi yuborilgan, o'sha ko'rib chiqildi degan narsalar hammasi turibdi. Bu yerda nima orqali aniqlanadi bu? Mana g'azna mijozda o'sha risk nazorati qismida kelib qoladi bu narsa. Xo'p. Endi bu yerda keyin nima qilishga, hozir misol uchun bu mehnat ta'tilini o'sha qo'lda o'zgartirish riski bo'yicha kelgan. Bunda nima qilasizlar? O'sha avvalosi birinchi to'xtaladigan narsamiz hujjat, riskka javob berish. Sizda misol uchun bu holat haqiqatda bor. Ya'ni o'sha riskga yo'l qo'ygansiz, hisoblashda xatolikka yo'l qo'ygansiz, lekin siz hali o'sha hisob-kitobni oxirigacha amalga oshirmadingiz va xarajatlarni hali qilmadingiz. Bemalol o'sha riskni oldini olib, ya'ni qayta hisob-kitob qilsangiz, o'zingiz bu hal qildi bosib, misol uchun xohlagancha masalan izohni yozib, o'sha hal qildik deb yuborishingiz mumkin, hani bosib. Lekin sizda bu hisob-kitobni amalga oshirishga doir boshqa qonunchilik hujjatlaringiz yoki bo'lmasa boshqa hisob-kitoblaringiz bo'lsa, o'zingiz bu rad etdini bosib, o'sha bunga o'sha izohlaringizni, asoslaringizni yozib yuborishingizga to'g'ri keladi. Bunda yuborganingiz birdan o'sha E-risk dasturiga borib qoladi. Mana misol uchun mana buni yozib qo'ysak, masalan mana bu holatga o'tadi. Bu bizdan o'sha O'zazbo dasturidan E-risk dasturiga o'sha javob borganligini va o'sha javob kutilayotganligini bildiradi ajdaniyada. Xo'p, keyin sizlar o'sha hisob-kitoblaringizni qanday ko'rasizlar? Hozir mana shu mehnat ta'tili bo'yicha, risklar bo'yicha hisob-kitob ko'rish anaqasini ko'rsatamiz. Mana misol uchun bu yerda xodim, masalan, Abduxoliyev Nabijon Norkulovich. Misol uchun bu yerga risk nimasi chiqyapti? 2,431,917 so'm. Xo'p, kirasizlar. Mehnat ta'tili narsasiga kirasizlar. Mana bu odamni o'sha mana ko'rasizlar. Ko'rgan vaqtlaringizda bu yerda bevosita mana dastur hisoblagan summa umuman yo'q. Ya'ni bu xodimga misol uchun balki otpuska asoslanadi, kamchilik bo'lgandir. Tashkilot faqat o'zi biladi qanday hisob-kitob qilganini. Va bu yerda xodimga shunchaki qo'yib, mana buyruqqa asosan deyilyapti, narsalar qo'yilyapti. Shunchaki mana bu o'sha qalamchani bosish orqali bu yerga summa qo'yib, u asosli yoki asossiz ekanligi faqat tashkilotni o'ziga ma'lum, bizga noma'lum. Shuning uchun risk sifatida olinadi. Va buni o'sha asosini keltirib berishlaringizga to'g'ri keladi. Misol uchun o'sha asosini mana bu yerda o'sha agar haqiqatan asosli bo'lsa, bu yerda mana nomerlar turibdi. Shu nomerlarga chiqib bemalol gaplashib hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda bitta narsaga e'tibor qilishingizni iltimos, har bitta kelgan risk bo'yicha sizlar javob berishlaringiz kerak. Agar sizlar javob bermasalaringiz, 3 kunida javob bermasalaringiz, bu yerda o'sha prezident farmoni bor, 105-sonli. O'shanga asosan nazorat qiluvchi organlarga yuboriladi bu narsa, to'g'ridan to'g'ri. Bu narsa dastur avtomat yuboradi uni. Keyin uni o'sha yuborib bo'lgandan keyin buni qaytaraylik, narsa qilaylik degan narsa juda ham qiyin bo'ladi, to'g'risi. Asosiy foydalanish nimasi shunday, barcha o'sha borayotgan risk bo'yicha umumiy foydalanish shunaqa. Bir narsani qo'shimcha qilishni lozim deb topdim. Hozir siz dasturchilarga ko'rsatganingizda ushbu qismda hisoblangan
tasdiqlangan summa, ya'ni tashkilot tomonidan o'zgartirilgan raqamdan tashqari qalamchani bosilganda xarajat moddasini o'zgartirish qismi ham mavjud. Bu qismni o'zgartirganda risklar analiziga tushmasligini ma'lum qilamiz. Agar sizda boshqa turdagi ish haqi hisoblanmalari, ya'ni 4111, 220, 240, 230 statyalarida mablag'laringiz yo'q bo'la turib, uni 4111 statyasiga almashtirish majburiyati bo'lsa, bundan qo'rqmasdan bemalol qilishingiz mumkin. Va o'sha mos ravishda risklar analizi chekloviga tushmasligingizni ma'lum qilamiz. Faqat o'sha mos summalarda. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.